shiori eng muhim xabarlar biz bilan birga bo'l. Muhim sport. Assalomu alaykum sport ixlosmandlari. Siz bilan yana muhim sport va boshlovchingiz So'xrob. Bugun siz bilan quyidagi mavzularni ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Qani ket. Bugun dasturimizda 16 yillik mashmasha, Bunyodkor va Rivaldo mojarosi qayta alanga oldi. Qarzni kim to'laydi? Shomurodov eng yaxshi 10 ta futbolchilardan biriga aylandi. Muhim sport. O'zbekiston futbol tarixidagi eng uzoq davom etayotgan moliyaviy huquqiy bahs Bunyodkor klubi va Braziliya afsonasi Rivaldo o'rtasida mojaro yangi va keskin bosqichga chiqdi. 16 yil avval boshlangan bu qarz munosabatlari joriy yilning may oyiga kelib, yana kun tartibiga qaytdi va yulduz futbolchi o'z pullarining oxirgi tiyinigacha undirmaguncha to'xtamasligi aniq bo'ldi. 2005-yilda tashkil etilgan Bunyodkor sobiq quruvchi ortida ulkan moliyaviy kuchlar, xususan Gulnora Karimova va Zero Max kompaniyasi turgani sababli juda tez yuksaldi. Klub 2008-yil transfer bozorini larzaga keltirib, tarkibiga Rivaldoni qo'shib oldi. Uning yillik maoshi soliqlardan tashqari 6 million yevro etib belgilandi. Biroq 2009-yildan boshlab Zero Max inqirozga uchradi va 2010-yili bankrot bo'ldi. Oqibatda futbolchilarga maosh to'lash to'xtadi va Rivaldo shartnomani buzib, sudga murojaat qildi. Uzoq yillik sudlardan so'ng Xalqaro sport arbitraj sudi Bunyodkor zimmasiga Rivaldo va boshqa braziliyalik futbolchi Denelsonga jami 9,2 million yevro, taxminan 124 million so'm to'lash majburiyatini yukladi. Shundan Rivaldoning o'ziga to'lanmay qolgan bonuslar va kompensatsiyalar sifatida 8 million yevrodan ortiq mablag' ajratilishi belgilandi. Klub rahbariyati bu qarzni O'zbek Neftgaz yordamida bir necha yillarda bo'lib to'lashni rejalashtirgan edi. Biroq yangi davlat siyosatiga ko'ra, davlat idoralari va kompaniyalarining futbol klublariga homiylik qilish taqiqlandi. Oqibatda joriy yilning 15-apreliga qadar Rivaldo oldidagi qarzlar yopilmadi va mojaro qayta alanga oldi. Bunyodkor klubi rasmiy bayonot berib, UEFA va O'zbek Neftgazdan yordam so'radi. Agar 30 kun ichida qarz to'lanmasa, klubga qarshi FIFA tomonidan juda og'ir sanksiyalar qo'llaniladi. Bugungi kunda homiysiz va pulsiz qolgan Bunyodkorning bu millionlab dollar qarzini endilikda kim to'lashi ochiq savol bo'lib qolmoqda. O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Ildor Shomurodov top 5 chempionatida o'ynayotgan eng yaxshi 10 ta futbolchi qatoriga kirdi. Bu haqda SoftScore portali xabar berdi. Ildor Shomurodov joriy mavsum avvalda Istanbul Başakşehir jamoasi safiga kelib qo'shilgan edi. Dastlabki mavsumdayoq Ildor 22 ta gol urib, Turkiyaning Super Ligasida eng yaxshi to'purari bo'ldi. Shuningdek, Ildor penaltisiz urilgan gollar va gol plus pas ko'rsatkichi bo'yicha ham ligada eng yaxshi natijani qayd etdi. Ildor Trabzonspor futbolchisi Pol Anuacho bilan bir xil 22 ta gol urgan bo'lsa-da, qo'shimcha statistikalar bo'yicha to'p urarlar ro'yxatida birinchi o'rinni egalladi. Ma'lumot uchun Abbosbek Fayzullayev va Ildor Shomurodov Istanbul Başakşehir mavsum Yevrokuboklarida ishtirok etish imkoniyatini qo'ldan chiqardi. Bugunchalik sizga sport olamidagi yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Muhim sport kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr. Hey! Maydon olovi! Go! G'alaba shiori